tilni saqlash ham taqvodorlik hisoblanadi va bu narsa hajda katta ahamiyatga egadir. Chunki har qanday safarda o'ziga yarasha mashaqqat va qiyinchiliklar bo'ladi. Mana shunday holatlarda haj qiluvchi tiliga ehtiyot bo'lishligi lozim. Bu haqda Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Man hajja lillahi va lam yarfath va lam yafsuq raja'a kayawmin waladatu ummuh. Kim Alloh uchun haj qilsa, fahsh so'z aytmasa va fisq va fasod qilmasa, onasidan tug'ilganidek gunohlardan pok bo'lgan holda qaytadi. Imom Buxoriy va Imom Ahmad rivoyatlari. Haj mobaynida behayo so'zlarni aytmay, fisq va fasod ishlarni qilmay yurgan odamlar xuddi onadan tug'ilganidek begunoh holda uylariga qaytadilar. Bu haqiqatni hajga boruvchi har bir kishi eng zarur narsalar qatori qalbiga jo qilmog'i lozim.